chiqamiz. Sizlarni bir markaz qilgan ulardan ko'rishamiz. Hokazo. Shu hozir mana Navro'z bilan yana qaysi mahallada deydi? Ha? Bular zarar yo'q. Tez borib hujjat topshirgan bo'lsangiz bir hafta ichida topshirasiz. Bir haftada topshirasiz. Hop. 4 yildan buyon Hamkorbankdan ishlayotgan edim. Kecha mikrobank o'tkazdim. Soat 5larda. MCH'ning rahbarimiz bu yil nasib bo'lsa suv ishlab chiqaramiz. Filtrlangan kullerli suvni. O'sha suvni kattaroq производствоda qilib, texnologiyalarni o'tkazib, nomi nima edi buni? Timur degan nomda. Temurmi bu? Bu ham aytishlarini ham ko'rib chiqishga tayyormiz. Agarda biz qo'limizdan kelmaydigan masalalarni ular hokimiga opa o'zi aytavering. Shundan qoldi. Agarda bizni bankga moliyalashtirish masalasiga hokim Hozir kredit bersalar juda ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir bulam oldim, bulam yaxshi. Rahmat, mana shu Aziz akaga ham rahmat tavsiya. 100 million 312 berganmiz. Necha foiz? 20%dan. Opa shuncha ish qilyapti ekan, bu 16% yana bir 150. Nomi nima edi buni? Timur degan nomda. Temurmi bu? Biz Toshkentda ham olganmiz, uyga shu 5 million mol. Yaxshi dunyodan bitta nimani ijara. Dunyodan ham bitta ijara. Qimmat ekan, termizda ham qimmat ekan. Toshkentni qiltirmaysiz. Zo'r bo'lyapti. Oz qimmatda endi.